Assalomu alaykum opajon, yaxshimisiz? Alaykum assalom. Opa, birinchi bo'lib qayerdan kelgansiz va nima bo'yicha murojaat qilgansiz bizga? Men Qo'ylidan, Bektemирskiy rayonidan. Birinchi bo'lib 2022-yil 2023-2022 orasida Rustamjonni topib keldim. Jigar muammosida giyohlarni olib ketganman. Keyinchalik tug'ruqdan so'nggi holat og'irlashib qolganimdan keyin gemodializga tushib chiqqanman. Shundan keyin yana tabiiy giyohlarga murojaat qilib, Rustamjon bilan Zebaxon oldida maslahatlashib, ular bergan giyohlardan ichib, butunlay o'zimga kelganman. Hozirda oldingi ahvolingiz, shikoyatlaringiz buyrak bo'yicha deyapsiz. Qanaqa edi va hozirda rezultatlar qanaqa ko'ryapsiz opajon? Oldin kreatinim tushmasdi. Farmatsevtika tomonidan berilgan dorilarni, doktorlar tomonidan berilgan dorilarni ichganim bilan kreatinim 150-160 dan tushmasdi. Yuqori bo'lib turardi. 200 gacha yurardim, 240 gacha. Foydasini ko'rmaganimdan keyin men bu ravo damlamalarni ichganimdan keyin hozirgi paytda ko'ngillanishlarım kamaygan, peshob kelishi yaxshilangan, me'yori ham ko'paygan, ichganim chiqadi hisobda, yaxshi. tishlarim kamaygan, Yengilligiga borish yaxshilangan. Yengilligi bor, ko'zlarim tegishi, bo'ylarimdagi sanchiqlar, og'riqlar, tortib og'rishlar nisbatan kamaygan. Opajon, endi ushbu kasallikni mana boshidan o'tkazgan ekansiz. Ba'zi bir negativ odamlar u deydi, yolg'on deydi, boshqa deydi, lekin mana insonlarga tavsiyangiz nima? Mana shu kasallikka uchramaslik uchun nimalarda amalga oshirganlari ma'qul? Haqiqiy mana bemor insonsiz. Negativlarga fikringiz opajon? Negativlar boshiga tushmaguncha bilmaydi bu dardni. Dard qachon kelganda har doim farmatsevtika tomonidan dorilarni ham ichish kerak o'z vaqtida. Lekin ko'proq tabiiy giyoh. Giyohdan men foyda ko'rdim. Demak, negativlarga dardni Allohim bermasin, boshiga tushmasin. Tushmasin. Negativ yozishdan oldin o'sha dard chekkan odamning o'rniga o'zini qo'yib ko'rsin. Rahmat sizga. Azizlar, mana eshitdik, dializ holatdan chiqqan inson mana ravo giyohlarni ichib, o'zlari shifo topib, bir og'iz mana ko'ngil uchun so'radi, opajon ruxsat berasizmi? Savol javob bersam, marhamat ukajonim dedilar. Mana qabulimizga keldilar, yana giyohlarni beryapmiz do'stlar. Agar siz ham aynan shunaqa kasalliklar qiynayotgan bo'lsa, marhamat, o'zimiz tavsiyamiz asosida qabulimizga chorlab qolamiz do'stlar. Hech qachon kasal bo'lmanglar, omad tilayman.